Assalomu alaykum qadrli futbol ahli. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor. Qolganlar jim tursin, kuzatsin jimib. Derbi tarixiga mos tushar viqor aliyorlar aytadi ko'zlarini yumib. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor, hammaning shu tomon oqar markabi, istiqlol chayqalar Emirates misol vijirlab qaynaydi Camp Nou kabi. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor, jang kechar hakamlar boshlaganidan, shukr etsin Barsa yu Bavariyalari bir paytda u bilan tushmaganidan. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor, yurak ko'zlarga ham niqtab turadi, istiqlol ustidan o'tayotib jo'r bulutlar suzishdan to'xtab turadi. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor, qolganlar jim tursin, kuzatsin jimib. Bo'ldi chalindi, ketdik. Sariq qora libosli Farg'ona jamoasi vakillari hujumlarni oshirishyapti. Abror Ismoilov yaxshi o'ynadi. Zo'r ochib berdi. Xo'sh, zarba bo'lishi mumkin. Iskandarov uradimi? Vau! Jamshidinho! Hozir Iskandarov nima ijro etdi do'stlar? Ha, Alisher Odilov gol muallifi. Hamma uni quchoqlaydi, lekin birinchi bo'lib turib Jamshid Iskandarovning harakatini olqishlab qo'yishimiz kerak. U ijro etdi. Aynan Iskandarov, bu Samvel Babayanni o'ylatish kerak. Mana shu joyda ochib qo'yishdi. Noto'g'ri ofsayd va Abror ham zo'r o'ynadi. Zo'r, qarang. Jamshid out. Ofsaydni ushlagani qarang. Oyoqlar orasidan to'pni o'tkazganiga qarang. Va himoyachilar ola olmaydigan nuqtaga to'pni yetkazganiga qarang. Qarang va qarayvering. Suvning oqishiga, olovning yonishiga, Iskandarovning pasiga uzoq vaqt qarab tursa bo'ladi. Super. Yovich kirib boryapti, ancha qo'yib berishdi, zarba yo'llandi va bu hududdan zarba yo'llash mumkin. Gol, Iskandarovning o'zi ham tablochilarga ish topib beryapti. Qanaqa qilib turib bo'sh hududlarni topyapti. Ko'rib pasi ham maza qilsa kerak. Undan keyinchalik so'rab olamiz. Mana shu epizodga qarang, zarba yo'lladi, himoyachilar qaytarishdi, to'pni Abror Iskandarovga qaytardi. Jamshid esa xotirjam zarba yo'lladi. Bunaqa imkoniyatdan albatta foydalanadi ushbu futbolchi. To'p yetkazib berildi, pasni qarang va golni qarang. 3-0 qarang. Jamshid Iskandarovning pasiga qarang. Ideal zarbasiga ma'noda aytyapman. Bosh bilan zarba ham zo'r chiqdi. Darvozabon hech narsa qila olmadi bu nuqtada. Va himoyachilar qo'pol xatoga yo'l qo'yishdi, ochib qo'yishdi. Bosh bilan yaxshi o'ynaydigan futbolchini tag'in Iskandarov endi qo'ndirib beradi-da o'zi. G'ofurov 3-0 do'stlar. Farg'onada chempion mana shunday o'yin ko'rsatyapti. Katta o'yinni yutish kerakmi? Qanaqa yutish kerak edi? Mana bunaqami deyishyapti va yirik hisob qayd etilyapti. O'yinni ketishiga qarab dedim-ku. 3-0. Uchinchi uchrashuvda ham 3-0.